Yo'q, hali 15 ming ketmadi bu uyga. Taxminan tomini yopgunimizcha bir 15,5-16 bilan tomini yopib olmoqchimiz. Layli mahalladagi proyektimizdamiz. Layli mahalladagi proyektimiz hozir ikkinchi etajga kesma qo'yish jarayoni. Aytmoqchi, bu proyektimizning podvoli ham bor. Kichkinagina bo'lsa ham, lekin mo'jazgina. Bitta plitadan foydalanganmiz. Keyin ko'tarib oshxonasidamiz. Perinichkalarini bunaqa betonlar bilan quyib berganmiz. Asosiy prorabimizning o'zlari ishlayaptilar. Mana bu uyimizning tashqi fasadi. Bu hovlining ichidan ko'rinishi. Bu yer hovli bo'ladi, ozgina bardakroq. Xo'p, bu uyimizda bir sotudan sal kattaroq desa ham bo'ladi. Bu uyimizga shu 15 ming hali ketmadi. 15 mingcha pul olingan. Uy egasidan shu hali tugamagan ishlari bor. Mana bu uyimiz o'z sotilgan, mana bunisi sotiladigan uy. Bu joyi hozir sotilgan birovga qurib beryapmiz. Qisqa bo'lsa ham bir qanaqangidir narxlari haqida ma'lumot berib ketishga harakat qilyapmiz. Imkon qadar ekonom taraflarini yoki qanaqa qilib arzonroq uy bitkisi bo'ladi degan fikrlarni aytib ketyapmiz kanalimizda. Mabodo yangi ko'rayotganlar bo'lsa, podpiskalarni bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.